Assalomu alaykum aziz qadrdonlar, hurmatli vatandoshlarimiz. Erta tongdan omon-omon dasturiga hamroh qadrdonlar. Barchangizga tong xayrli bo'lsin. Hash-pash deguncha yoz faslining 4-kuniga qadam qo'ydik. Umid qilamizki, omon-omon dasturi bilan bu kun ham kayfiyatli tarzda boshlanadi. Assalomu alaykum. Yozni soz o'tkazaman deganlar ayni fursatlarda omon-omonni tomosha qilishyapti. Ular vaqtini ham va albatta umrini har bir lahzasini qanday o'tkazishni yaxshi bilishadi. Chunki biz vaqtingizga mazmun ulashuvchi taqdimlarni tayyorlashdan aslo charchamaymiz. Sizning mehringiz bizga kuch beradi. Bugungi kunimiz, bugungi tongimiz eng go'zal lahzalarga boy bo'lsin. Bugun ham dasturimiz eng yaxshi suhbatlarga, eng yaxshi duetlarga boy bo'ladi. Albatta, bu izohda o'ziga xos sabab bor. Bugun bir qancha duetlarni eshitamiz va birozdan so'ng ushbu qo'shiqlarning ijodkorlarini yaxshilab bilib olasiz va ular ijrosidagi qo'shiqlarni kayfiyat bilan qarshi olasiz, miriqib xirom etasiz, maza qilib tinglaysiz degan umiddamiz. Keling, birozgina sir tutamiz. Ungacha yaxshi ma'lumotlar bor, yozga mos bo'lgan ma'lumotlar bor. Menimcha yoz boshlanishi bilan hamma qayergadir sayohat qilishni, oila davrasida o'tkazishni va eng muhimi o'ziga ham e'tibor qaratishni xohlaydi. O'zingizga e'tibor qachon boshlanadi? Salomatlik bilan boshlanadi. Shunday ekan, salomatlikka yaxshi tavsiyalar bizda bor. Xo'sh, mevalar haqida so'z ochsak, albatta yoz mavsumi mevalarni g'arq pishgan pallasi mazza qilib vitaminlarga to'yinib olish kerak. Nok mevasini yaxshi ko'rasizmi? Yaxshi ko'raman, lekin unaqa mukkasidan ketib yemayman va bunaqa yeyishim mumkin bo'lgan mevalardan biri bu qulupnay. U mavsum menimcha ortda qoldi. Ha, nokni yemabsiz, bu dunyoga kelmabsiz Rustamdek. Menimcha hamma xuddi shunday qaraydi. Nok mevasini o'sha ommaviy har doim ham iste'mol qilavermaydi. Muntazam emas, bir iste'mol qilishadi, lekin bu noto'g'ri. Chunki bu mevaning foydasi shunchaki vitaminlar bilan emas, u sizning kayfiyatingiz bilan, u sizning ruhiyatingiz bilan ham aloqador. Nok ichaklarning tabiiy doktori deya ataladigan mevalardan sanaladi va eng muhimi ko'pchilikda kuzatiladigan qabziyatni bartaraf etish xususiyatiga ega. Unda C vitamini bor. O'zingiz yaxshi bilasiz, bu ayollarning go'zalligi uchun, xushchaqchaqligi uchun nihoyatda kerak va bu immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Shunday ekan, nok mevasini doimiy iste'mol qilishni kanda qilmaysiz. Kaliy albatta bu yurak faoliyatini yaxshilashda juda ham kerakli bo'lgan moddalardan. Shunday ekan, nokda bu moddaning koni juda ham ko'p. Antioksidantlar esa qarish jarayonini sekinlashtiradi. Opa-singillarimiz har kuni bittagina nokni iste'mol qilib tursangiz, har doim yosh va go'zal bo'lib turasiz. Endi men nok yemaysiz? Nok yemayapman. Yeyish kerak ekan ana. Bugun Umidaxonim tushirib yetdilar. Men esa gilos haqida gapirmoqchiman do'stlar. Nok endi katta, bittagina yeb tursa bo'ladi. Gilosni esa kuniga 10 dona yeyish kerak. Ba'zilar bor, mana hozir haqiqiy gilosning mavsumi. Bir olganda 2 kilogramm gilosni tushiradi. Shu bilan me'dasi to'yadi va 10 kun, 15 kunlab qaytib gilos yemaydi. Bu xato ekan. Gilosni yeyish qonun qoidasiga ko'ra kuniga 10 dona yeyish kerak ekan. Ertasi kuni yana 10 dona, keyingi kuni yana 10 dona. Mavsumni shunaqa o'tkazish mutaxassislar tomonidan tavsiya qilinadi. Agarda shunday qilsangiz, qon bosimini tabiiy me'yorlashtirasiz. Buyrakdagi shish va tuzlarni haydaysiz. Yurak o'ynab tursa, uni bartaraf etasiz. Hozir kerak ekanda. Yallig'lanishlarni butunlay yo'q qilasiz, ildizi bilan quritasiz va ko'zingizni ham ravshanlashtirmaydimi mabodo? Podagra, artrit, diabet hammasi bartaraf bo'lar ekan. Ha, shu xususiyatli mevalardan ham toping Rustamdek. Albatta foydasi bor ekan, mana o'qidik-ku. Albatta, hamma sizning kayfiyatingiz uchun, hurmatli muxlislarimiz. Menda esa yana bir qiziq ma'lumot bor. Hech do'stlar bilan o'sha bir o'zingizga yaqin bo'lgan tanishlar bilan kichik bir janjallarda ham qatnashganmisiz? Albatta, o'ziz bo'ladimi? Hech ko'karib qolgan joylari bo'lganmi? Yo'q, ko'kartirganmiz. Ko'karmagan, ha? Hech ham. Yo'q, hech qachon ko'karmagan. Bexosdan eshik ham tepib ketmaganmi? Yo'q. Obbo. Ko'zimni eshik qisib qoldi deydi-yu. Shunaqa bo'lmagan? Yo'q, bo'lmagan, rostdan ham. Yo'q, bir marta ham. Yo'q, hech qachon. O'zi endi yo'q, o'zi imkon qadar tinch yuradigan bo'laman. Ha, mayli. Bo'lib qolsa ham ko'kartiramiz, ko'karmaymiz. Mabodo shunaqa ko'karishlar bo'lib qolsa, sizga yaxshi tavsiya bermoqchiman. Avvalo ko'karmasin. Endi ko'kartirib qo'ysangiz ham mabodo tavsiya berib qo'ysangiz. Ko'k piyoz yeng demang faqat. Piyoz yeng. Rostdan.
Piyoz aynan mana shunday ko'kargan joylarni davolash xususiyatiga ega ekan. Ya'ni piyozni ikkiga bo'lasiz, teng yarmidan ko'kargan joyga qo'yib 10-15 daqiqa ushlab tursangiz, tez fursatlarda bundan xalos bo'lasiz. Ko'karmasin ham, ko'kartirmang ham. Xullas, mana shu ma'lumotni ham sizga aytmoqchi edim. Endi bu ma'lumotni kiritib qo'yganingizga qaraganda bir-ikki ko'karganmisiz deyman-da. Yo'q, endi to'satdan bir tushib ketib qolgan paytlar bo'lgan. Oyimnikiga ketaman bo'lganmi? Yo'q, nega men ketaman, o'zingiz keting bo'ladi endi. Shunaqa opa-singillarimiz albatta hazil. Sabablaringiz yetarlicha bunaqa deyishga. Ha. Lekin unaqa bo'lmagan, ming shukr, bo'lmasin ham, sizda ham bo'lmas. Endi mabodo to'satdan bo'lib qoladi-yu, u yoq-bu yoqqa urib olamiz shoshilganda. Ko'zimizga ish qisib qoladi deng. Ha, tezda mavzuni o'zgartirmasam bo'lmaydi. Unaqa holatlar kuzatilmasin. Bugunimiz faqatgina yaxshi kayfiyatlarga to'la bo'lsin. Ko'karishlarsiz o'tsin. Ko'k deganingizga ko'k choy guruhi kelgan-e? Buga hamma yoq ko'kmi deyman? Kayfiyat ham yashil. Men ham yashilman. Taklif qilamiz ularni. Demak, Omon-Omon sahnasida sizning kayfiyatingizni ko'taruvchi, elimizning yaxshi kunlarida xizmatda bo'luvchi, Omon-Omonni yaxshi ko'ruvchi ijodkorlar kelishgan, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ravshan Komilov hamda Ko'kchoy guruhining go'zal, betakror yakkaxon xonandasi Elviraxon Yunusovani chorlayman. Qani marhamat. Assalomu alaykum. Keling. Qani marhamat, kelinglar. Keling, marhamat. Endi dasturdagi asosiy qism samimiy suhbatlar bo'ladi. Mana shu manzilimizda xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xayrli tong. Xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Qani kelinglar, marhamat. Xush kelibsiz, omonmisiz? Taklif uchun katta rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, sekin-sekin. Ravshan aka, siz qaysi joyda o'tirasiz? Keling. Marhamat. Ko'ngil yaqin-yaqinroq o'tiraylik. Albatta. Qani ko'k choyga ko'k choy tutqazing. Yo'q, Umidaxon. Qora choymi? Ko'k choyga qora choy. Biz qora choy ham yaxshi ko'ramiz. Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat. Tong xayrli bo'lsin. Ravshan aka. Ravshan aka, ko'z tegmasin, kundan kunga yosharyapsiz. Ajab unchalik emas. Sababi ko'k choy ichyapman, shunga bo'lsa kerak. Ular qora choy ichyaptilar. Limonli. Balans, a? Balans bizda albatta balans bor. Do'ppili yarashibdi lekin. Zo'r sizga yoqdi. Zo'r. Jiddiy. To'g'risini aytsam, Chorsu bozorida olganman. Mana shu. Uyda o'sha o'zim mana shu kamchilar. Mehr berdingiz unga. Da, toshlarni o'zim utyug bilan uyda ipodrom. Mani do'ppim qani, mani do'ppim qani. Sizga ham olib ketaman, olib kelaman. Olib kelasiz. Va natijada sahna libosi tayyor bo'ldi, buni Zo'r. Rahmat. Samimiygingizga tegmayman. Rahmat. Ravshan aka, shu qo'shiqning oxirida she'r aytgan joyingiz bor edi. Nega kesib tashladinglar? Nega u joyni? Ha, u klip uchun ishlangan edi so'zlari. Vatan haqida, sevgi, muhabbat, ota-ona. Bu klip uchun o'sha misralar qo'shilgan edi. Demak, bu audio variant shu holatcha taqdim etilgan. Bu original holat. Lekin Elvira, sizni xabaringiz yo'q, a? To'rtta variant bor. Ayirmasi qo'shiq ham. Duet, alohida Ravshan akada, alohida menda, yana mana shu she'r bilan oxirida ham variant bor. Siz eshitganmisiz u she'rni? Eshitdim, lekin klipda bor-ku, prosta biz mana shu ko'rsatuvda yoki konsertda shunaqa versiya bizda. Oxirida yo'q she'r. Bu klip uchun mo'ljallangan. Klip uchun yo'q, hozirda ham bo'lmagan shu she'r. Endi kerak bo'lsa qilamiz. Omon ko'rsatuvchini ham She'rli variantini beramiz, bu. Keyingi safar shunaqa qilamiz bo'lmasa. Xudo xolasa. Albatta. Elvira, bir sifatingizga qoyil qolaman. Qanday bo'lsangiz, shundayligingizcha namoyon bo'lishni yaxshi ko'rasiz. Va bu samimiyatdan darak. Ha, qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, kimlar uchundir yoki nima uchundir o'zingizni o'zgartirishga harakat qilmaysiz. Qanday bo'lsangiz shundayligingizcha. Hech o'zingizni majburlab ham ko'rasizmi? Siz juda ham chiroyli aytib berasiz menga. Shu savol ozgincha menga yordam kerak. Tarjima. Yo'q. Hamma tomoshabinlar biladi. Ravshan aka menga yordam har doim beradi. Men o'zbek tilini o'rganishni boshlaganman, lekin ozgina tarjima kerak. Samimiylik. Oddiy, samimiy. Oddiysiz demoqchiman. Qanday bo'lsangiz shunday boringizcha ko'rinasiz. Nimadirlarni yasab o'zingizdan. Обработкаlar, грим примlar menshi делаю. Menshi. Menda вообще grim yo'q. Da, umida. Siz Tabiiy. Da, menda hech narsa yo'q. Rahmat sizga. Bu nafaqat ko'rinishda, fe'l-atvorda ham. Bu sizda shunaqa kompliment chiroylida bo'lgan. Men правильно, to'g'ri tushundim. Rahmat sizga. Rahmat. Bilasizmi, men juda ham menga yoqmaydi mana shu ko'p makiyajda qilish kerak. Bu vaqt ketadi.
pul ketadi, mana shu tush olish kerak, pomada olish kerak. Ammo faqat pudrini olganman. Umuman qizlar biladi. Umuman olganman, shu boshqa hech narsa kerak emas. Eng yaxshi kayfiyat kerak. To'g'ri, samое главное yaxshi Tabassum kayfiyat. eng yaxshi pardoz deyishadi. Da, bu eng muhim. Demak, pardoz qutingizda faqat pudra bor, Pudra bor, Upa. umyvalka bor, kech paytda Pomada bormi? uxlashdan oldin karandash bor va gigiyenический pomada bor. Qoyil. Ana. Zo'r. Man judayam ekonomniy ayolman. Erimda ko'p pul ketmaydi. Ko'p xarajat qilmayman. Yo'q. Ravshan aka, shunaqa ayollar ham bor mana qarang. Yo'q, men bilasizmi, men shaxsan ijodda, umuman har xil soha yo'nalishida insonni oldin deydi, ichki dunyosi bilan oldin yulduzingizga to'g'ri kelsa, deysiz-ku, ijodda ham, do'st orttirishda ham, biznes qilishda ham, suhbatdoshda ham. Nima deysiz, samimiylik qanaqadir yulduzimizga to'g'ri kelsa, ijod har tomonlama yaxshi bo'ladi. Chunki birinchi ilk bor 3 yildan oshdi, 4 yil bo'ldi. 4 yilda ham 4 yil. Men umuman Elvira meni tanimaydi, men uni tanimayman. Lekin ijodkor sifatida men mana shu efirda chiqqanimdan keyin shu mana shunaqa studiyada bular gruppasi bilan ijro etyapti, men o'zimni qo'shig'imni ijro etdim. Men endi muzika maktabida o'qiganmiz, oliygohlarda o'qiganmiz, muzikantmiz. Vokal ijrolarini eshitdim-da, menda shunaqa bir fikr paydo bo'ldiki, qani bir murojaat qilib ko'ring shu sinimizga dedim. Mana shu bir ijro etgan sani mendan, meni sendan ayirmasin nomli qo'shuv oldin ayirdilar edi. Keyin nima qilamiz? Hayotda endi nima deydi? Tinchlik, farovonlikka, yaxshilikka intilib yashashimiz kerak edi. Tinchlik tarafdorimiz. Ayirmasinni sani mendan, meni sendan ayirmasin bo'lganda. Uni duet yo'nalishida taklif kirgizdim. Darak gapni niyatga o'zgartirdingiz. Ha. Ijobiy tomoniga. Ancha birinchi qo'shig'imiz ustida juda ko'p ish olib borildi. Yanishmasam kamida 5-6 marta qayta yozildi. Chunki bir-birimizni buni yaxshi tomonlari, yutuq tomonlari, ovoz texnika ijrolari yaxshi. So'zida ancha ish olib borildi. Chunki men ruschani yaxshi bilmayman, u o'zbekchani yaxshi bilmaydi. Keyin kelishgan holda Hozir sekin bilaman. 4 yildan oldin hech narsa bilmaganman. Hozir ancha o'zlashtirishlar. So'zlarni talaffuzlariga yetib borish uchun ancha mehnat qildik birgalikda. Umuman olib qaraganda ijodimiz yaxshi tomonga muxlislarimizga yoqdi va davomiy duetlarga ulanib ketdi. Birgalikdagi ijod shu qo'shiq bilan boshlandi. Biz ham dasturimizni shu qo'shiq bilan boshladik. Va kelajakda yangi bir yo'nalish, guruh bo'lib ishlamasangiz bo'lgani, chunki ketma-ket duetlar chiqyapti. Savolingiz o'rinli, chiroyli savol berdingiz. Endi san'at xalqniki. Endi bilasizmi, yaratilgan qo'shiq duet bo'ladimi, o'zingiz ijro etasizmi? Chang bosib hech kim yo'qlamaganidan, chaqirmagandan, tele efirlarga yoki to'y hashamlarga chaqirmagandan keyin u yaroqsiz qo'shiq, yaxshi qo'shiq hisoblanmaydi. Lekin hozir mana duet qo'shig'imizni ijro etganimizdan keyin mana shu gala konsertlarida, tele efirlarda muxlislarga juda ham yoqyapti bu qo'shiq. Qolaversa gala konsertda yoki bir to'y hashamlarga ham birgalikda taklif qilishyapti. Qurib yetganlar, sharoiti borlar, ikkalamiz chaqirishyapti. Nima demoqchiman? Boshqacha. Bilasiz, u davri tanlamaydigan qo'shiq. Ham u haqiqiy sevgi, muhabbat, ham musiqasi ham avtorskiy. Biz o'tbetdan o'g'irlagan joyimiz yo'q, o'zimizni musiqa, o'zimizning yo'nalishimiz. Va ijro ham, so'zlar ham hammasi o'zimizniki. Shuning uchun muxlislarimizga yoqyapti. Nima demoqchiman? Sahnada ham boshqa energetikada ketadi. O'zimiz ham bilasizmi, hali misol uchun shu qo'shiqni ijro etganimizda, mana hozir studiyada mana sizlarga ham qaraganimizda qanaqadir kayfiyat. Bu hammamiz uchun, sizlar uchun ham, biz uchun ham, qolaversa bizni tomosha qilayotgan muxlislarimiz uchun ham yaxshi. Savollar uchun kattadan katta rahmat. Ajoyib qo'shiq rostdan. Bizda hozir juda qisqa reklama, uzoqlashib ketmaysiz. Reklamadan so'ng yana bitta ajoyib duetni eshitamiz. Albatta. Ozodani. Uni siz taklif etgan sadashmasam Ravshan akaga. Bu haqda demak suhbatlar oldinda bo'ladi. Yiroqlashmang, kelishdik. Tezda qaytamiz.
bu omon omon omon. Na na hey, bu omon omon omon. Na na bu omon omon omon. Omon omon, bu omon omon omon. Omon omon. Azizlar, siz jonli efirda Omon Omon dasturini tomosha qilyapsiz va sizga va'da qilingan qo'shiq bizni kutyapti. Ko'rdingizmi? Hali u kuylanmasidan odamni o'ynashga undayapti. Endi qo'shiq tugagandan keyin bilmayman ahvol nima kechadi. Ertaroq boshlay qolaylik. Marhamat, Ozodani eshitamiz. Ozodadan bo'lsin. Juda ham chiroyli qo'shiq, lekin endi maza qilaman degan endi tugab qoladi. Qisqachadan bo'lgan. Yaxshi narsalar shunaqa kam bo'ladi. Shuncha Omon Omon ham tez tugab qolishi mumkin. Ko'rishda davom etamiz. Biz esa ulgurib qolishga harakat qilamiz. Mehmonlarimiz esa o'z o'rinlariga taklif etamiz. Marhamat. Rahmat. Maza qildik, zo'r qo'shiq. Zo'r, rahmat. Juda Keling, ham Ravshan aka. xursandmiz. Keling. Rahmat. Marhamat. Ruslanbek keling. Ravshan aka, umuman aynan mana shu qo'shig'ingiz o'z davrida shunaqa bir hammaga suyukli bo'lgan paytda ozodalar judayam yaxshi ko'rib eshitishgan bo'lsa kerak. Ozodalardan maktublar, alohida sovg'alar, nimadirlar, shunaqa bir muxlislardan. U paytda endi muxlislar boshqacha yondashishardi-ku. Klipi ham zo'r bo'lganda. Bu mani ijodimda 250-300 ta qo'shiq bo'lsa, 200-300 qo'shiqlarimning ichida xalqimizga eng tez yetib borgan, tez ozodani sevaman, ommalashgan, xalqqa manzur bo'lgan qo'shig'im Ozodani sevaman qo'shig'i bo'ladi. Chunki bu klip suratga tushirilmasdan oldin ham aytganman buni. Xotinlarning challarisi bo'ladi. Kichkina bir davraga qo'yilib tomonidan xizmatga obedda xizmatga borganman bir rol. Bu qo'shiqni yaratilganiga 20 kun bo'lgan bo'lsa, shu yangi FM radiosida bir 10 kun, 15 kun bo'ldi efirga ketayotgan. Shu xalqqa xizmat qilayotganimda bir dastro'molga ayollarni labini bo'yaydigan pomada bilan Ozodani sevaman deb mana shunaqa turibdi bir kelay. Qo'yil. Qo'shiq 20 kunlik qo'shiq, 15 kun bo'ldi efirga ketyapti u radioda. Hali klipi yo'q. Badanlarim jimillab ketgan shu qo'shiqni men ijro etib bergan. 2 marta ijro etib bergan. Vaholanki keyin Qahramon Ashurov tomonidan klipga olindi, efirga uzatildi. Nima demoqchimanki, Tez kirib borgan. Tez kirib borgan yerda chunki hayotiy bo'lgan voqeani Muhammad Yusuf ustozimiz, rahmatli shoirimiz qalamlariga olganlar. Qalamlariga mansub. Bu qo'shiqni ijro etish uchun men yozuvchilar uyushmasiga borib Muhammad Yusuf bilan aloqam bo'lmagan, o'sha paytda tanimaganman. Demak, bu buyurtma matn bo'lgan, to'g'rimi, Ravshan aka? Bor, kitobda bor narsa. Kitobda bor bo'lgan. Kitobda bor. Muhammad Ruxsat Yusuf so'rash uchun uchrashuvga borgansiz. Ha, endi shu qo'shiqni ijro etsam maylimi, lekin bu qo'shiqni ko'pchilik xonandalar ijro etishgandi. Endi asl ijro etib ko'ring deganlar. Men xursand bo'laman degan. Asl Ozoda hayotdagi prototipiga egamidi shunda? Muhammad aka sevganlarmi shunda Ozoda? Buni Samarqandlik bir yigit Muhammad Yusufni o'sha Samarqandda ko'rib qolganida Aytib berganlar. aytib bergan o'zini holatini. Mana shu yoshligimdan bir Ozoda ismli qizni yaxshi ko'raman. Bir o'g'il, bir qizi bor, haligacha yaxshi ko'raman. O'zini dardini aytgan Muhammad Yusuf shuni satrga tushirganlar. bir pastda shu she'r qilib yozib bergan. Buni qarang, birgina yigitni Xalqning dardi, dardini Samarqandlik yigitni dardi Muhammad akani dardiga aylandi. Muhammad akani dardi Ravshan akamga yetib bordi. Bugun esa u duetga aylanib turibdi-da. Bu o'sha boshqa versiya bo'lgan. Men o'sha shu versiyada Ravshan akaga aytaman, bo'ldi. Qo'yilma shu Ozodni, o'sha bizga kerak emas. O'sha kerak emas Ozoda. Ya chunki sababi Ozodani sevamanni ijro etgandan keyin Ozoda Nursayeva bilan duet etdik. Keyin 10 yil o'tsa ham oradan ovoraman. Yana Bir-biriga ulandi mavzu. Ikki o'g'il, bir qizi borib serial davom etyapti. Keyin turmush o'rtog'im adasi endi Yetar endi dedilar. endi navaralik bo'ldingiz, qudalik bo'ldingiz deganlardan keyin xo'p dedik. Keyin Ko'kchoy tomonidan menga shunaqa taklif bo'ldiki, shu qo'shiqni Ozodani sevaman qo'shig'ini men singlim bo'lgan. bo'ldi, yetar, to'xtating.
oilangiz bor, bolalaringiz bor. Ozodani o'zini oilasi, o'zini eri bor, bola chaqasi bor. Xavatit o'zida o'shana ekan dedi, keyin mayli deb xo'p dedim singlimga. Biz boshqa versiya yozganmiz. Va mavzuni yopdik shu bilan. Bu talqin oldidan ham kinem oldilardan o'tdingizmi? Qaysi talqin? Mana shunaqa bo'lyapti. Ozodani yangi talqini bu talqin yoqadi-ku keningizga. Yetadi. To'xtating. To'xta. Shunaqa. Shunaqa nuqta qo'yildi. Lekin bu qo'shiqdan keyin ozoda mavzusi uzoq davom etadiganga o'xshaydi. Endi shuncha yashadi-yu ozoda. Yo'nalish baribir davom etyapti. qirralari boshqa yo'nalishlarga o'tib ketaveramiz. Serqirra biz. Bunaqa tomonga. O'zi kelinoyim rashkchilarmi? Uni o'zidan so'rashingiz kerak endi. Yo, mana seziladimi sizda? Nega buni bugun boshqachasiz? Endi inson qizg'anib yashash kerak. Suyukli yori u er bo'ladimi, xotin bo'ladimi, farzandi bo'ladimi, qizi bo'ladimi, inson endi hayot menimcha tarixdan bor narsa inson yaqin insonini qizg'anib yashash. Shu bilan yanada go'zal. Erkaklarga yoqadimi o'zi ayollarni qizg'anishi? Menga yoqadi bo'lsa. Asosli bo'lsa. Qizg'anib yashash kerak edi endi. Ba'zan asossiz bo'lsa ham yoqadimi, to'g'ri? Sal nervni egolab qo'yadi. Agar besabab bardavom bo'lsa, menimcha qiyin o'shanaga. Inson bir-birini qizg'anib yashagandan keyin sekin asta yillar davomida tushunib yetadi bir-birini. Mana gapga notaynaymi deydi. Siz qizg'anasizmi ayolingizni? Shubhasiz. Umidaxon, siz qizg'anasizmi? Ha, bo'ldi. Siz bo'lmaydi. Sen qizg'anasanmi eringni? Yo'q, biz bir xo'p, mana shu er hozir menga aytadi, ha. Er aytgani uchun ha. Yo'q, Timur albatta. Boshqa qizlardan qizg'anasan? Albatta, men shunaqa yejovый рукавичкада uyda o'tiradi menda. Albatta. Ana, ko'rdingiz? tushunarli. Shu bilan go'zalda. Biroz teskari emasmi? Yo'q, judayam qizg'anaman, albatta. Judayam sevaman. Biz 13 Timur akachi? 13 yil. Timur aka. Albatta. Даже больше, чем men qizg'anaman. Timur meni. Siz ko'proq. Sizdan ko'proq. Timur meni ko'proq qizg'anadi, чем men. Ravshan akadan ham qizg'angan paytlari bo'ladimi? O'shana ekan, albatta. Bilasizmi, to'xtab turing. Bu o'zgacha taqoy. Kaverzniy вопрос. Men Ravshan akani juda ham hurmat qilaman. Juda ham Ravshan aka bilan birga mana shu duetlarni ijro etishga juda ham menga xursand. Men juda ham xursandman. Shuning uchun men Ravshan akani albatta butun sizning oilangizni juda ham hurmat qilaman. Shuning uchun menga mana shu Ravshan aka bilan birga bu menga bebaho tajriba, to'g'rimi aytdim? Albatta, menga mana shu ustoz har doim yordam beradi, har doim maslahat bizga, menga, Ko'kchoy guruhiga ham juda ham ko'p maslahatlar beradi. Shuning uchun menga Bu borada qizg'anishlar bo'lmaydi. Albatta. Rahmat. Juda ham o'rinli va kerakli javoblarni oldik. Endi uslub masalasiga qaytsak. Albatta. Elvira, ko'p e'tibor beraman. O'sha aynan kiyinish uslubiga u qadar ham shu dizaynerlar bilan maslahatlashib, alohida bir imij yaratmagansiz. Va hashamdorlik yo'q. Minimalizmni yaxshi ko'rasiz, to'g'rimi? O'zingizga yoqqanini kiyasiz, qanaqa joyda bo'lsa ham. Bilasizmi, men dizaynerlarni ham yaxshi ko'raman, lekin siz bilasiz, что agar siz dizaynerga borasiz, har stil, har допустим, ko'ylak yoki qanaqadir obraz qimmat bo'ladi. Gap bizni ko'radiganlar Elvira pulni muncha yaxshi ko'radi deyotgandir balki. Albatta, men tatar qiz-kuman. Pulni yaxshi ko'raman, lekin bilasizmi, men sizga допустим, bugungi obraz. Men ertalab kecha menga Timurga Ravshan aka telefon qildi. Nima kiyadi Elvira? Men qora rubasha kiyaman, shu jins. Men shu jins просто торговый центрga borganman, dostavkada skidkada olganman. To'g'risi aytsam, yana bitta narsani payqab qoldik. 5 million, 6 million, 10 million. Nimaga kerak? Nima kerak? Mana shu 250 ming mana shu shton. Mana shu jins 250 ming. Timur sizga rahmat aytsin. Xo'p, men ekonomni odamman. Mana shu tufli тоже skidkada ham olganman, men bo'lmaydi. Mana shu o'zim qilganman, shuning uchun men agar yo'q, dizayn bizda bitta fashion showga biz bitta fashion showga borgan
borganmiz. Menga bitta dizayn, nomi aytmayman. Bitta ko'ylak bergan. Mana shu faqat sahnaga, faqat ijro etishga bir marta men kiydim, mana shu kiyganman mana shu ko'ylakni. Agar esa men sizga aytib beraman, qancha bu ko'ylak turadi, вообще siz shokda bo'lasiz. Yo'q, menga besplatno bergan. Lekin agar esa men shu ko'ylakni sotmoqchiman, qancha turgan? 14 millionmi? 14,5 million faqat mana shu milliy ko'ylak bo'lgan. Men ipodromga Borgansiz. Borganda agar esa boraman, mana shu tkань где-то 150 mingga 2 metr olib, xuddi shunga o'xshab tikuvchilarga berib, tam 100 mingda tiqadi, mana shu qancha bo'ladi? 300 mingda bo'ladi. Bor 500 ming bo'lsa. Nima uchun kerak? Zo'r. Albatta, men qiz-kuman, ayol kishiman. Menga yoqadi mana shu chiroyli ko'ylak yoki chiroyli jins yoki chiroyli kostyum. Lekin oila budjeti birinchi o'rinda turadi. Oila budjeti, bizda hech qanaqa sponsor yo'q. Biz Timur bilan birga ishlaymiz. Bizda bitta budjet, bitta kassa. Lekin shu xislatlaringizni siz xafa bo'lmayman, to'g'risini aytsin. Xafa emasman. Yo'q, aksincha xursandman. Umida, men bitta narsa aytmoqchiman, gap kelganda otangni ayama deydi. Shu xislatlaringizni meni ayolimga ham o'rgatsangiz yaxshi bo'lardi. Bir borib kelishingiz kerak master klass o'tgani. Druk ayollar mana shu tomoshabinlar hozir ko'rib aytadi, mana shunaqa ham bo'lish kerak. Bo'lar ekan. Aynan shuning uchun sizni eslatyapmiz. Aynan shuning uchun shu xususiyatingizni aytyapman. Chunki bitta libos uchun qancha millionlab sarflaydiganlar hozir oramizda yo'q emas. Hatto bir marotaba kiyib tashlab yuboradiganlar ham oramizda bor va son mingta kiyimlar shkaflarda taxlanib yotadi, hech qanday foydasi tegmayotgan jarayonlarga ham ko'zimiz tushgan. Yana bitta narsani sal payqab qolgandek bo'ldik, agarda biz adashmagan bo'lsak. Elvira, mabodo. Elvira baribir rostini aytadi. Borini ayting faqat. Egingizdagi yaktak Timur akaniki emasmi? Nimani? Rubashka. Yo'q, bu mening rubashkam, lekin agar teskari kiyilgan, faqat teskari kiyilgan. Bitta ko'rsating tomoshabinlarga. Ha, biz to'g'ri anglaganmiz. Baribir. Buni hozir shunaqami, o'zingiz shunaqa qildingiz? Yo'q, men o'zim shunaqa qildim. Menga hurmatli dizaynerlar. Ana, bitta ko'ylakdan ikkita ko'ylak yasang. Tikuvchilar, marhamat. Ana yo'nalish. Yo'q, shunaqa. Men bugun xohlaman, men shunaqa kiyaman. Qayerdan keldi bu g'oya? Hech qayerdan. Yo'q, bir marta men bizda qanaqadir bitta tadbir bo'lgan, bizda menda ko'k rubashka bor, shunaqa bir xil. Bitta magazinga olganman, nесколько расцветкада ranglar. Shuning uchun men yubka bilan birga kiydim, tepada mana shu tugnasida yoqmadi menga bitta pugovichka, как это упала. Tushib ketgan bitta tugmasi. Shuning uchun menga teskari kiydim, normalniy oxirida hech kim ko'rmaydi. Mana o'sha uslub davom etyapti. Hozir bitta qo'shiq eshitamiz, undan so'ng shundan, ya'ni shu joydan, qiziq joydan davom ettiramiz. Uzoqlashib ketmaysiz. Mahbubamni eshitaylik hozir. Albatta. Xo'p. Qoyil. Keling. Juda ham chiroyli. Va bu kabi qo'shiqlar bardavom bo'ladi. Suhbatimiz eng qiziq joydan davom etadi. Hozir esa qisqa fursatli reklamaga e'tibor qaratmoqchimiz. Marhamat. Bu omon na na hey bu omon na do bu omon bu Aziz yurtdoshlarimiz, barchaga a'lo kayfiyat hamroh bo'lsin. Dasturimiz shunaqa ham qizg'in davom etyapti. Bizni nafaqat yurtimizda, balki uzoq manzillarda ham tomosha qilishadi. Dunyoning juda uzoq chekkalarida ham tomosha qilishadi. Katta rahmat aytamiz bizga. Har kuni Singapurdan salom yo'llaydiganlar bor, Malayziyadan salom yo'llaydiganlar bor. Ularning salomlarini ko'rib, shundan his qilamizki, demak dunyoning barcha burchaklarida omon-omonni muxlislari topiladi. Masofani inobatga olmasdan bizga hamroh bo'lganingiz uchun sizga rahmat aytamiz, qadrdon muxlislarimiz. Albatta. Mana shu biroz masofalar xalaqit bersa-da, lekin o'zbekni o'zligini o'zida saqlab qolgan, o'zbek nomiga munosib bo'lgan o'zbek ijodkorlari bor dunyoning qaysidir bir burchaklarida. Ular haqidagi ma'lumotlarni sizga taqdim etmoqchiman. Ya'ni o'zbek kino san'atida o'chmas iz qoldirgan bir qator aktrisalar turmushi yoki shaxsiy sabablarga ko'ra san'atdan chekinib, hayotini AQShda davom ettirayotganlar haqida ma'lumot. Demak, shulardan biri O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Dilorom Qambarova.
Ular o'zlarining betakror rollari bilan o'zbek tomoshabinlarining qalbidan munosib joy egallagan ijodkorlardan sanaladi. Temir xotin, To'ylar muborak filmlarida rol ijro etgan aktrisa 90-yillarning ikkinchi yarmida san'atdagi faoliyatiga nuqta qo'yib, Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'chib ketishga qaror qilgan. U albatta juda ham ko'p joylarda faoliyat yuritishga harakat qilgan. Bir muddat o'sha modalar uyida ham ishlagan. Bugungi kunda 68 yoshda bo'lgan Dilorom Qambarova uy bekasi, ijtimoiy tarmoqlarda va omma e'tiboridan xoli yashashni ma'qul ko'radi. Nima bo'lganda ham ular qoldirgan o'sha rollar orqali o'zbek xalqi ularni chin dildan yaxshi ko'radi va albatta har ko'rganimizda o'sha chin yurakdan ularga havas qilamiz. O'zbekning mana shunaqa ijodkorlari borligidan xursand bo'lamiz. Demak, keyingi ma'lumotlarimiz ham sizga xush keladi degan umiddamiz. Kamola Umarxo'jayeva Sevgi, Ayollar saltanati, Yodgor kabi filmlardagi obrazlari bilan sizga yaxshi tanish bo'lgan aktrisalardan. U 2004-yildan buyon AQShda istiqomat qiladi. Aktrisa so'nggi marta 2010-yilda Qabrdan qaytgan umr filmida suratga tushgan. Shundan keyin u san'at sohasidagi faoliyatini yakunlagan Kamola Umarxo'jayeva 4 nafar farzandning onasi bo'lib, bugungi kunda oilasi bilan Washington shahrida yashaydi. Durdona Tursunboyeva ko'pchiligimizga otalar so'zi, aqlning ko'zi ko'rsatuvdagi chiqishlari bilan yaxshi tanish bo'lgan aktrisa. U ham san'atni tark etib 14 yildan buyon AQShda yashamoqda. Aktrisa bugungi kunda 2 o'g'ilning onajonisi. U hozirda turmush o'rtog'i bilan birga zargarlik buyumlari biznesi bilan shug'ullanadi. Yaxshi biznes va insonlar qaysi soha, qaysi yo'nalishda bo'lishlaridan qat'iy nazar hayotlarini mazmunli kechirsa va o'zlari bu jarayonlardan maza qilib yashashsa, shunisi muhimi. Va bizni tomosha qilayotgan qadrdonlarimizga ham qaysi yo'nalishda bo'lishlaridan qat'iy nazar hayotlari mazmunga to'la bo'lsin deymiz. Biz esa salom va tabriklarga ayni damda e'tibor qaratmoqchimiz. Assalomu alaykum omon ijodkorlarim. Nega endi kamnamosiz debdilar. Yo'q, kamnamo emasmiz. Dushanbadan jumagacha omon-omonni tomosha qilsangiz bo'ladi. Sevimli boshlovchilarimiz Ruslanbek va Umidaxon, yaxshimisizlar, charchamay ishlayapsizlarmi? Rahmat, biz yaxshimiz. Sizlarga kuch-quvvat tilaymiz, charchamanglar. Hamma ta'riflaganidek, Ravshan aka hech qachon qarimaydilar. Ijodlariga omad tilaymiz degan fikrlarni yozib yubordilar. Albatta, haqiqatdan ham bugungi ko'rsatuv mehmonlaridan xursand bo'ldik. Chindan ham ijtimoiy tarmoqlarda ko'p ko'raman. Ko'kchoq guruhining qizi bori qanday bo'lsa shunday ko'rinadi, hech ham uyalmaydi. Inson shunday bo'lish kerak, o'zligini tan ola bilish kerak. Omad tilab qo'ysangiz iltimos ijodlariga deganlar Mustafodan yo'llangan tabrik ekan. Mana sizga alohida. Demak, Saidaxon yo'llaganlar, assalomu alaykum. Sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Omon-omon eng zo'r ko'rsatuv, hamma yo'nalishdagi ijodkorlarni olib chiqasizlar. Ayniqsa buvijonim har kun tong sizlarga hamrohlar, sog' salomat bo'ling deblar. Shodiy va Zuhrabon yozibdilar. Assalomu alaykum. Nafisa xonim, Guli xonim, Umida xonim, Ruslanbek, sizlarga omad tilayman. Ijodkorlarga salomni yetkazib qo'ysangiz, O'zbekistonning eng yaxshi ko'rsatuvlaridan biri bu omon-omon debdilar. Hatto Turkiyada yashaydiganlar ham sizlarni tomosha qilishadi degan so'zlarni yozib jo'natganlar. Rahmat. Albatta, yer yuzining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar biz sizga mehr va muhabbatimizni yo'llaymiz, qadrdonlar. Davom etamiz. Qo'shiqlarga gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r mehmonlar kelishibdi. Ularga salomimizni yetkazing. Ozoda opa nomlaridan ushbu SMS taqdim etganlik. Ana. O'sha Ozoda opa emasmish qilib. Faridaxon bo'lsalar kerak. Farid nikneymidan yo'llangan. Xullas, assalomu alaykum ijodkorlar, Umidaxon, Ruslanbek ijodkorlarga salomni yetkazib qo'ysangiz, bugungi imijlarga gap bo'lish mumkin emas. Videolar juda ham qiziq debdilar. Albatta, jarayonning o'zidayoq videolarni ham biz ulashib boryapmiz. Demak, Shirina Solixa nikneymidan yo'llangan ekan. Zamira opa, Xolida opaga, Bobur shohga, momajonisi Xadicha momoga, qizlarim Solixa, Shirinaga ham salomlar bo'lsin deganlar. Katta rahmat aytamiz. Endi Farid profildan dedingiz, balki Faridbek bo'lishi ham mumkin. Shunchaki Faridlar ham bor. Kim bo'lsangiz ham mehr muhabbatingiz uchun sizga rahmat aytamiz va qo'shiqlar haqida juda ham iliq fikrlar kelibdi. Ravshan aka, yana bir tarona tinglarmiz balkim. Tamomman eshitsak nima deysiz? Xo'p. Marhamat, sizlarni yana bir bor sahnamizga taklif etamiz. Shuni kutgandik. Bir pasda Ataylab qilinganmi? Birdaniga tugab qoladigan qo'shiqlar o'sha. mazali joyda. Shirin joyda tugab qoladi. Shu media tegmasin deydi. Albatta. Keling. Zo'r. Keling, marhamat. Qora choy beraymi?
Sizda juda Yo, ham ko'k choy yetadimi? konfetlar mana shu stolda juda ham Bemalol, chiroyli. bemalol yeyishingiz Siz uchun mumkin. u marhamat shirinliklarni olinglar, chaqchuqlarimizni olinglar. Shunaqa aytmang man birinchi Ha, yesa bo'ladimi? Bemalol, Yesa albatta, albatta. O'tgan U gal- rekvizit emas. O'tgan gal haqiqiy. iymanib yegandingiz, shunga Ha. bemalol yeyavering deyapman. rahmat sizga. Men juda ham yaxshi ko'raman shirinliklarni. Sizga yoqadimi konfetlar Ravshan aka? Ha, endi Yaxshi ko'rasizmi konfetlar? Avaz oqayotganlarga zalimizda mana shu yasatib qo'yamiz. Eshik qulib turadi. Ya bizniki ochiq lekin Ravshan aka rostdan aytyapmiz, bemalol. Asked etilgan endi oldin bolalik paytlarimizda endi bu Bu hamma uyda bo'lgan voqea menimcha. bo'lgan voqea u. Mehmonlar ketsa keyin yeysan. Yaqinda mana shu duetlarni davomi sifatida yana bir yangi ijodingizga ko'zim tushdi. Qisqagina joylarini eshitdik. Amanda. Bugun Amanda. to'liq eshitamiz degan umiddamiz. Amanda. Yangi bu. Bu yangi ismmi? duetga. Amanda. Bu ism. U kim? Uchinchi shaxs aralashdimi o'rtanglarga? Yo, istoriya Amanda bor. kim? Lekin bu nima deydi, hozir gapirsacha gap tushuntirib berish murakkabroq. Qo'shiq eshitganda tushunib olamizmi? Amanda nomli qo'shiqni tarixga ega, bu juda bir ta'sirchan qo'shiq o'zi. Lekin yengil ayrim insonlar shunaqa bir oddiy ta'sirchan emas so'zlari oddiy deyishyapti, lekin qisqa va lo'nd aytaman. Amanda ismli, mana Amanda. Amanda ismli qizni singlisi Zubayda bo'lgan. Zubayda o'ta go'zal, chiroyli bo'ladi. Amanda shunaqa xulq. Amanda nisbatan bir ayrim u boy xonadonni ikkita qizi dunyoga kelgan bo'ladi. Katta qizi ozgina bir betobligi, kamchiligi tomoni bo'ladi. Yillar o'tib 20-25 yoshga chiqqanda opa singillar singlisi aytadiki, opam turmushga chiqmaguncha men turmushga chiqmayman deydi. Lekin endi juda badavlat otasi juda badavlat bo'ladi. Qiziga aytadiki, nima qilamiz? Katta qiziga, kichkina qiziga opasi aytadiki, meni deyman, roziman, sen ham turmushga chiqqan, senga sovush kelyapti. Yoshing katta bo'lyapti, yoshing o'tib ketyapti degan fikrlarni bildiradi va otasi shunaqa bir san'atkorni chaqiradi edi, bir shu meni Amanda nomli qizimni ismiga shunaqa bir qo'shiq qilganki, singlisini uzatayotganda to'yda shu qo'shiq ijro etilsin, mana Amanda uyni ichida mana Amanda ismli shunaqa go'zal qizim bor deb shu qizim dili ko'yini ko'tarilsin deb Bag'ishlov bo'ladi. Bag'ishlov tabrik qo'shig'i Amanda nomli qo'shiqqa muxlislarimizga omon ko'rsatuvi muxlislariga nima deysizlar? Klip suratga tushiraylikmi, yo'qmi? O'z fikringizni aytsanglar. Bu 1,5 oydan beri har xil yo'nalishda o'ylayapmiz, Ko'kchoy guruhi bilan klip qilamizmi, yo'qmi, muxlislarimiz nima deyishadi? Lekin syujet o'zi bilan ekan Ravshan aka. Sujet bor. Tayyor ekan. Bu sujet bor. Allaqachon Elvira klipga pul ishlash uchun ijtimoiy tarmoqlarda ham ancha harakatni boshlab yubordilar. Ajab pul ishlash uchun emas. Fikr. Ayni fursat ta'rifi keltirilgan premyera taronaga Amandaga navbat beramiz. Marhamat. Marhamat. Yoqdimi sizga yangi qo'shiq? Judayam. Demak, klip kerak. Endi galstukimni yeching. Uslub kelsa umuman Ana. Mani galstukim endi o'rtoqlar yeching. Xo'p, beraman sizga. Syomkadan keyin yarashadi. albatta beraman. Qimmat turadi. Xo'p. Ipodromni olinmagan. Всё, zo'r. Skipkada emas. Skipkadamas. Shu shunaqa g'oyalar qilib favqulodda tug'iladi shunaqa. Katta rahmat. Bugungi Sizga katta kayfiyat uchun, rahmat. samimiyat uchun, go'zal Rahmat, qo'shiqlar uchun, yoqimli suhbatlar uchun. Yangi ijodlar siz o'ylagandan ham ziyoda bo'lib ommalashsin ilohim. Albatta, klipdan keyin yanada yoqimli jarayonlar oldinda deb umid qilamiz. Sizga esa tashrif uchun rahmat aytamiz. Xush kelibsiz. Omon-omonni esa bugungi sonini a'lo kayfiyatda yakuniga yetkazamiz. Yana omon-omon kunlarda, omon-omon dasturida diydorlashguncha xayr. Omon bo'ling.